Ertaga ayrim hududlarda qor yog'adi. Assalomu alaykum, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. O'zgidromet ertaga 26-dekabr kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qor yog'adi, tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduzi 3-2 darajalik bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi, faqat Navoiy viloyatining ba'zi joylarida qor yog'adi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3-2 daraja iliq, kunduzi 2-7 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi, faqat Toshkent viloyatining ba'zi joylarida yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 2-7 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 6-11 darajalik bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3-2 daraja iliq, kunduzi 3-8 darajalik bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qor yog'adi, tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi va kunduz 2-7 darajalik bo'ladi.